sizga Regis Online'dagi kassa orqali sotish va qaytarishni qanday amalga oshirishni ko'rsatamiz. Buning uchun savdo va chakana savdo sotuvlarni ro'yxatga olish bo'limiga o'tamiz. Ishni boshlash tugmasini bosamiz. Chekka mahsulotni qo'shishni bir necha usuli bor. Nomi, shtrix kodi yoki mahsulot kodi bo'yicha. Hozir mahsulot nomi bo'yicha kiritamiz. Endi mahsulot shtrix kodi bo'yicha. Mahsulot chekka kiritilgandan so'ng to'lov bo'limiga o'tamiz. To'lov shaklini tanlaymiz va chekni yopamiz. Endi mahsulot qaytarilishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun kassani qaytarish rejimiga o'tkazamiz. Qaytarish kerak bo'lgan mahsulotlarni qo'shamiz. Va to'lovga o'tamiz. To'lov shaklini tanlaymiz va chekni yopamiz. Chek qaytarildi.